Ana bo'lmasam basseynning koniga keldik. Foydali xariddan, foydali kontent. Bugun O'rizor Stroygorодda basseynlarning narxi bilan tanishtiramiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Okay, basseyningiz nech puldan? 4,5 ga 220 barrellik 80 to'ri bor. Hop, buni narxi bo'ladigan netib qo'yavering. Hop, 2 million chiqadi aka, bo'ladigan. Bo'ladigan-a. Men kichkinaroqlarni nech puldan aka? 3 metrga 2 metr barrellik 75 santimetrimiz. Hop, buni narxini bo'ladiganni 1 million 300 ming so'm qilib beramiz. 300 ming. 1 million 300. Hammasi stoykali-a? Hammasi stoykali. Eng arzoni nech pul basseynlarni aka? Eng arzoni bizda qolgani, hop, 260 ga 160 barrellik 65 santimetrligimiz bor. Buni narxi 1 million 200 ming so'm chiqadi. 1 million 200 ming. Ularni dumaloqlari-chi? Hop, 376. 3 barrellik 76 bo'ladi, ichida filtri chiqadi. Hop, ularning narxi 1 million 400 ming so'mdan. Filtrlari bilan. Bez filtri bormi yo'qmi? Hop, bez filtri mana bu yerda bo'ladi. Hop, buni narxi 1 million 200 ming so'm chiqadi. Bez filtrini narxi. Filtri bilan olgani vigidni ekanda. Shunaqa 200 ming so'm raznik sonida, agar отдельно olgan bo'lsangiz 400 ming, 450 ming, 450 ming shunaqa. 450 ming filtr olgandan ko'ra mashinasi bilan olgani yaxshi ekan. Bugun soat 6 ga yaqin keldik. Bozorda lekin hali ham odam ko'p. Pitsaning obedda suvda ko'p bo'layotgani uchun vaqtligi bemalol paytda keldik. Hop, buni narxini o'zi bitta dona qoldi, 3,5 million qilib beramiz. Ichida narvani filtri chiqadi, komplektida 10 tonnalik basseyn. O'rizor Stroygorодdan kelib olib ketaverasizlar. Nomerligini tagiga qoldirib qo'yamiz. Kunduzi Navoda tusha olmasanglar, kechga yaqin Telegramga yozsanglar, kunini kelishilgan holatda dastavka ham qilib berishar ekan-a, aka. Ko'ramiz. Yandex bo'yicha shahar bo'yicha chiqarib beramiz. Shahar bo'yicha chiqarib berishar ekan. Faqat kunduz kuni hozir sezon bo'lganga juda ham vaqtlik kam bo'lyapti, iloji bo'lsa kechqurunroq ko'rasizlar. Okamgilardan basseyn olib bo'lgandan keyin обязательно unga aksesuarlari kerak. Mana bunaqa dorilari, parasholari, tonni nabor rossiylar bo'ladi. Mana shu okamlardan. Xlor dezinfeksiya qilishga. Suvni oqartiradiganimi yo? Yo'q, bu xlorni o'zi. Bolalarga zarari yo'qmi bularni? Zarari yo'q. Qanaqadir me'yori bor. 90% lik xlor. Mana shu bitta upakovkasi 100 tonna suvga mo'ljallangan. Mana shu nech pul paketi aka? Paketi 50 ming so'm. Tabletkani ham nechiga nechi? 5 xil varianti bor. Bu ham 100 tonnaga, bitta tabletkasi 20 tonnaga. Zarari qanaqa aka bolalarga? Bunaqa zarari yo'q, o'zining me'yori bor. Ko'p solsa zarar qiladi, endi burunlarni achishtiradi, o'zining me'yorini solsa zarari yo'q. Lekin sog'lig'iga unaqa katta anaqasi yo'q, unaqa zarari yo'q. Endi so'ravergan yaxshi deb. Tog'larda, dachalarda ham hamma basseynlarga shuni olib ketib solishadi klientlarimiz. Mana bunaqa jiketlar nech puldan ekan aka? Mana bu jiketlar 80 ming, 100 ming, arzonroq variantlari 20 ming, 30 ming. Balonlarchi aka? Balonlarimiz 10 mingdan boshlanadi. Mana 10 ming, undan katta, 60, 100 minggacha bor. Mana bunaqa katta balonlar 100 ming so'm. Xullas, mana shu akamlarga kelib nima aksesuar kerak bo'lsa olaverasizlar. Nomerligini tagiga qoldirib qo'yamiz. Hop, mana bunaqa ochkilari 10 mingdan ekan. Mana bunaqa dodalari 50 ming ekan. Mamlari 25 mingmidi bular? 20 mingdan ekan mana. Xullas, aksesuar ko'p marta basseyn yamaydigan ham bor. Hamma narsalari bor-da xullas. Oq suvni qo'shasiz, u ximikatini. 1,5 litr bakalashkada oq kimyo, anaqa kislota bor o'zining narsasi. Suvga 15 ming so'm turadi. Suvga qo'shganingizda hamma kiri tagiga cho'ktirib beradi, suv tagiga. 7 tonna suvning ichida hammasi tagiga cho'kadi. Keyin buni ishlatasiz. Tagida shilim-shuv bo'lib qoladi-yu, basseyn ichida yurganingizda. O'shalarni tozalab beradi. Pilisos ekan-da bu. Ha, pilisos. Bu yerda bu filtr bo'lanadi. Filtr bo'langandan keyin buni ishlatasiz, ustidagi musori bunda olasiz. Keyin 15 kundan keyin suvni bo'shatib bo'lganingizdan keyin mana bu cho'tkada bemalol turib olib ish qilaverasiz. O'tirib olib cho'tkada yuvib o'tirishmaydi-da, 420 ming so'm.